Oh nima deyapti? Mashalloh, bedanalar sayrashi bilan qarang. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga keldim. Bir juda ham bir qarang. Hamma havas qilganlar mashalloh deb qo'yasizlar. Shunaqa qo'yxonalar nasib qilsin. Qarang. Ukamiz o'zi Yevropada davlatida ishlasa ham havas qilib chiqarayotgan videolarimizni ko'rib turib shunaqa joy sotdi. Men kech bo'lsa ham keldim, xudo xolasa saharlikni qilib olib videolarni qo'yib o'tamiz. Quyonxona, bedanaxona, ot, sigirga, qo'ylarga nahotga zo'r joy qilgan. Ertaman to'liq videosini qo'yamiz. Qarang. Ishqiboziga taraf yo'q-da. Aytyapti, ukamiz o'zi shaharda sentrda o'tirsa ham shu Yangiyo'l tumaniga zo'r qilib joy qilib qo'ygan. Ertamatdan hammasini ko'rsatib o'taman. Aka-ukalar, kutib turinglar. Kech bo'lsa ham sizlar uchun bitta video qilay deb keldim. Ay mashalloh. Men 2017-yildan beri ijtimoiy tarmoqqa chiqishni boshlaganimda ko'p aka-ukalarimiz qo'ng'iroq qildi. Biz ham xudo xohlasa O'zbekistonga borib, yo O'zbekistonda shunaqa fermalarni qurib faoliyat olib boraman deb oldiga niyat qilishdi va Qobiljon degan ukamiz o'sha yillari menga telefon qildi. Aka, men Amerikada mashina biznesi bilan shug'ullanaman, lekin qachondir O'zbekistonga borib ferma qurib oilaviy tadbirkorlikni boshlayman deb oldiga niyat qildi va oradan 8 yil, 9 yil o'tib meni chaqirdi Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga. Aka, fermani qurdik. Mana endi bitta duo qilib bering. Qanaqa hayvonlar olib boqishimizni yo'l yo'rig'ini ko'rsating. Dedi, men Yangiyo'lga keldim. Ko'rib o'tinglar, hammamizga shunaqa ferma qurish nasib qilsin. Mashalloh deb qo'yasizlar aka-ukalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qobiljon. Zohidjon aka. Mana Siz qarang, 9 yil, 8 yillik pashta orzuyimizda endi siz ashpaytda telefon qilib kerak bo'lsa yarim soat gaplashardik. Albatta. Aka bir martaga borib, xudo xolasa O'zbekistonda oilaviy korxona qurib, ferma qurib, o'z faoliyatini boshlayman degan edingiz. To'g'ri aka, O'zbekistonga o'z hissamizni qo'shib, xudo xolasa mana shu agrosanoat, mana shu agro klasterlarni o'zimizda ham ixcham variantini qilib, chorvachilikka o'zimizni hissamizni qo'shish niyatida xudo xolasa shu ishlarni boshladik. Mashalloh. Mana qarang, xudo xolasa niyatimizga yetib fermalar qurildi. Hozir sizni nima desa bo'ladi? Niyatlaringizni bilamiz. Hozir qanaqa biznes rejalaringizni, xato kamchiliklarini o'rgatib o'tamiz. Albatta. Qani boshladik fermani ko'rsatishga bo'lmasa. Marhamat, keling aka. Qani bismillah, mashalloh deb qo'yasizlar. Bu yerda oilaviy o'tirgani joy. Bu o'zimiz yashaymiz. Ha, bu tomonda. Bu yerda o'zim endi shaharda yashayman. Toshkent shahrida endi. Siz shaharda yashaysiz? Shaharda yashayman. Ha, bu yerga qilgansiz Yangiyo'lga. Toza havo bo'lgani uchun ham oilaviy korxona, ham uy, ham ofis, hammasi birda. Voy mashalloh, juda ham zo'r. Bu yerga nima desa bo'ladi? Oila bilan kelib, hayvonlarga qarab, bitta abed qilib, ujin qilsangiz maza qilib borasiz-da. Xudo xolasa. Bedanalar bor. Endi chet elda bo'lsa ham, masalan, Yevropada, Amerikada bo'lsa ham niyat qilinganda O'zbekistonga borib shunaqa qilaman. Albatta. Ha, mashalloh. Bu yoq ichkariga endi sekin boshlang endi, tushuntiring endi. Juda ham go'zal, shinamligini qarang buni. Ay mashalloh. Ham zo'r. Bu yerlar mollarga qilinganmi? Ha, bu yerda sog'in sigirlarga Zohidjon aka. Ha. Sog'in sigirlarga qilganmiz. Endi bu yerda har bitta seksiyada 12 tadan boqilsa, 4 ta seksiya bor. 48 ta buqa ham boqsa bo'ladi. 6 tadan boqqanimizda ham 24 ta buqa boqsa bo'ladi. Nechiga nechi qilingan? Xo'p, molxonamizning uzunligi mana shu devorgacha 25 ga 10. 25 ga 10. O'rtadagi koridori 2 metr. Oxirlar 2,5 so'tlik bo'lyapti ekanda. Ha, 50, uje iyog'i 3,5. 3,5. 2,5 so'tikka
demak mana bu qarang 2,5 sotikka 50 ta 48 ta novvosga joy qilsa bo'lar ekan. Bo'ladi. 25 ta past 24 ta ena bola sigirga joy qilsa bo'lar ekan. To'ppa-to'g'ri. Mana bitta nima. Buni tevalari ochilar ekanda demak, Ha, ham ochiladi. o't ham bosiladi. Bu yerda bor uje bosib qo'yganmiz. Ha, bosib qo'ygan. 5 xil o't bosganmiz. Beda, somon, hop, jo'xori press, keyin yer yong'oq press, isenash 5 xil. Joylar уже tayyor. Tayyor. Hayvon kirishiga. Mana tayini beton qilingan bu hozir. Ha, beton qilganmiz. Endi agar buni xudo xolasa ust yo'nalishida olib ketadigan bo'lsa, bunga rezinka matlar qo'yib, rezinka matlar, qashloq ishlar qo'yiladi har bir seksiyaga. Ha. Keyin o'sha chetda ko'rganimdek, Amerikada ko'rganimdek, bunga tepadan nержавейка Vozdux. anaqalar o'tadi. Vozduklar ham sutni sog'ib olish ham har bir seksiyani o'zida amalga oshiriladi. Ha. Bu yerda ham, bu yerda ham, lekin liniya yoqqa qarab sutlar ketaveradi. Hozir sizda endi bo'rdoqchilikka, novvos boqishga ham, sigirga ham joy sharoit bor. Sharoit bor. Xohlaganingizni tanlab qo'yasiz. Sharoit bor. Sigir yaxshiroq biznes. To'g'risini aytaverayda, sut chiqarish. Hali o'ziz tadbirkor bola ekansiz, mana aytdingiz-ku, sutni ham qayta ishlab chiqaraman. Sutni ham qayta ishlab chiqazmoqchimiz, xudo xolasa. Go'shtni ham qayta ishlash. Go'shtni ham hozir ko'rsatamiz, xudo xolasa qilgan ishlarimizni. Maşallah. Mana tadbirkorlar ko'paysin-da. Qarang, shuni qarang-da Qobiljon, chet ellarga chiqib, shu boshqa davlatlardan tajribani olib O'zbekistonga olib kelsangiz yaxshiroq rivojlanadi. Albatta. Bilasizmi? Men ham shunaqada chet ellarga, boshqa joylardagi tadbirkorliklarni ko'rib kelsam, o'zimizda rivojlantirishda ancha faol bo'ladi, rivojlantirsangiz. To'ppa-to'g'ri. Mana siz demak aqda shularni o'rganib keldingiz. Endi bu yoqda yemxonalarni ham ko'rsatamiz. Tashlanma qarang ana. Bu yerda muzeyligini qarang bu yerda. somonxonamiz tepalari ochiladi. Ha, bu ochiladi. Ha, ponni. Yo'q, mana bu ochiladi. Bu ham ichkariga ochiladi. Somonga qiynalmaymiz. Shu to'zdan tushirib, Ha, aytan tomdan shu tushirib to'zdan tushib bemalol qo'yiladi. drabilkalar xonaga kirib ketaveradi. Ha. Bu drabilka xona. Bu drabilka, mishalka, keyin aravalari tayyor. hamma narsasi bor. Quyon uchun keyin granula apparat ham zakaz qilganmiz. Granula apparati. Xudo xolis granula apparat ham zakaz qilganmiz. Shu 5 xil o'tga o'zimizda silos, gidroponika yetishtiramiz. Shu gidroponika orqali oziq-ovqat ta'minotini sal bo'lsa ham narxini anchada sal emas, anchagina pasaytiramiz, 5 barobar, 6 barobar. Bu sog'in sigirlar uchun ham, o'sayotgan buzoqlar uchun ham, sog'liq qo'ylar uchun ham, uni qo'zichoqlari uchun ham juda foydali bo'ladi. Bu narsa Amerika texnologiyalarida bu narsani tekshirib ko'rishgan. Ha, granulari foydali-di. Granulada ham foydasi bor, ham biodobavkalarni o'shanga bemalol qo'shsangiz bo'ladi. To'ppa. Biodobavkani qo'shib, bitta mishalkada aylantirib, granula apparatga qo'ysangiz, bo'ldi, uje u narsa xudo xolasa 100% singadi. Endi chunki anaqasini qilib qo'ygan bo'lasiz. Ha, to'g'ri. Omiqda qilib. Omiqda qilib bemalol obedga shu bir kosadan, 2 kosadan granulasini berib qo'yursa bo'ladi. Shu endi siz chet ellarda ko'p yurgansiz, Amerikalarda shu granula ko'p beradi, deng, demak granula qilinib turibdi. Ular mana har xil o'tlarni smishat qilishadi. Misol, senash, beda, somon, shularni olib turib, kletchatkaga boy anaqa qilib turib, bitta mix qilib turib, unga biodobavkalar tashqaridan qo'shib, unga kerakli shu oziqalari, vitaminlar, tuzlari, kerakli narsalarni qo'shib, keyin uni granula qilib beriladi. Endi bitta narsa esimda, siz birinchi menga gidroponikani siz taklif qilgansiz. Esingizmi? 2017-yil birinchi. 2017-yil shuni qiling aka, bizda bu yerda rivojlangan deganingiz. Men u narsani 2012-yil Yevropaga chiqib kelganimda, shu qishloq xo'jaligi bilan sayohatga, mana shu chorvachilik sohasida chiqqanimda shunda ko'rgan edim. Shunda ko'rib, bunda molni bug'doyni o'zini tan narxi 5-6 barobarga qisqaradi bu. Bunda qisqargandan keyin ham unumdorligi ham sut yo'nalishida, buzoqchalarga ham, qo'y anaqa sog'liq qo'ylarga ham hammasiga ketaveradi bu. Hattoki baliq yo'nalishida ham, baliqlarga ham bu narsani bersa bo'ladi. Gidroponikani, maşallah, o qarang. Quyon, baliq hammasiga ketaveradi. Uni faqat granulada o'zini
instruksiyasi bo'yicha to'g'ri qilinsa, xudo xohlasa bo'ladi. Bu bo'ladi. yerda gidroponika qilganmisiz? Qilganmiz. Ko'rsatib o'tamiz. Albatta, albatta. Qarang ana. Dedilar mana yemxonalar tayyor ekan. Tayyor. Juda ham shinam. Bu yoqdan ham xud bor ekan-ku. Ha, bu yerdan ko'chaga endi ko'chadan. ko'chadan xud bor. Olib kirishga. Olib kirishga bug'doy anaqilar. Bu yerdan endi bunaqasi yana ortiqcha xud qilib qo'yganmiz. Yemxonalarga tashlash kerak bo'lsa. Juda ham go'zalligini qarang. Juda ham maza qilasiz ekan. Bular qanaqa joylar bu yerda? Xo'p, bu yerda orqasida imoratimiz hali tugatilmagan. Qurilish bo'lyapti. O'rab turibmiz. Xuddi shunaqa sklatimiz bu yerda ham bor. Xuddi shu razmerda, xudo xolasa bo'ladi. Mana shu yili buzib qurib olsak, xudo xolasa bo'ladi. Sekinlik bilan deydi. Malaqchi bular. Bular nima endi? Bular bedanachilik. Bedanachilik ham shug'ullanmoqchisiz. Endi aka bu yerda chorva deganda faqat qo'y yoki mol yoki sigir emas, hammasi kiradi. Biza buni har bitta seksiyada 100 tadan boqilganda 600 ta faqat tuxum yo'nalishida. Tuxum yo'nalishida o'zimizda tabiiy damashning o'sha hech qanaqa oshiqcha ximikatlarsiz o'zini o'sha gidroponika mahsulotlarini yeb, tabiiy o'sha o'zimizda uydagidan ham damashnikdan ham yaxshiroq beradi. Chunki bu tasdiqdan ana sinovdan o'tgan. Gidroponikalarni qilib, yem tayyorlab mashlarga berasiz. Bersa bo'ladi, tuxumini olasiz. Juda ham kichkina miqdorda tayyorlab bersa bo'ladi. Bu tomoni nimaga bu? Bunisi har bitta bu yerda 100 tadan boqilganda har oyda 600 ta, mayli 500 ta bedana chiqadi. Go'sht yo'nalishida buni endi bedana sho'rva bilasiz baribir foyda. Buni go'sht mahsulotlariga xudo xolis qayta ishlab chiqarishga qo'shmoqchimiz biz buni. Juda ham zo'r. Qayta ishlab chiqarishga. Bedanani ham, tuxumini endi upakovka qilib uni keyin magazinlarga tarqatiladi. Buni o'sha bedana sho'rva anaqa qilinganlar keyin har xil go'shtlarga, ruletlarga qo'shiladi. Kolbasalarni ham o'zi ishlab chiqarmoqchisiz. Ha, o'sha zo'r. Xudo xolasa boshladik. Hozir ichkarida ularni ham ular ko'rsatib o'tamiz-a? Ko'rsatamiz. Yuring. Qobiljon bu yerda ikkinchi etajda ham boshlagan ekansiz. Kofe ichib o'tirish. Kofe ichib o'tirilgani. Hozir moda bo'ldi-yu, Yevropa, Turkiyalarda alohida kabinet qilib, endi bizda sharoit bo'lmagani uchun, uni o'rash sharoiti bo'lmagani uchun shunaqa balkoncha qilib qo'yib oldik. Endi men aytyapman, hali maytlarga ayniklari bilan qiling. Hali akfa qo'yibman. Akfa qo'yib chiqyapti-ku hali hozir. Qilib yuboramiz. Qarang, qilib tomosha qilib o'tirar ekansiz. Bu yoqda mollarni, bu yoqda qo'ylarni joylari. Qo'ylar joylarini ham qo'yib o'tamiz hozir. Xudo xolasa. Joyni keltiribsiz ama, malades. Bu tomonda ham o'tlar bor. O't bosilgan endi. Albatta. Qani? Qoyil. Men shu o'tlargacha olaman-da. Nechta sig'di dedingiz shu yerda hozir? Hozir 600 tadanmi, sig'ganda 5 xil 3000 tacha ketdi-yu. 3000 tacha. Demak, zaxirani qilib qo'ysa bo'lar ekan-a? Qo'ydik. Buni duvoliga nimaga bunaqa qilib qo'ydingiz? Endi buni orqasidan biza tuniki bilan yopganimiz uchun profnastil bilan, profnastildan bilasiz issiq o'tadi. Shuni issig'ini qaytarish uchun mashindan foydalanib, hammasini bu qaytaradimi bu? Albatta, albatta qaytaradi aka. Bu keyin bitta narsani bilamanki, chichqon kalamish ham bunga yaqinlasholmaydi, mana uni yeyolmaydi. Shuning uchun ham. Shuning uchun ham qilindi-da. O'tni bosgani sharoit zo'r. Qoyil. Ana, aka-ukalar, sizlar uchun mashina qo'yib o'tyapman-da, mashinalarni ko'rib, bitta nima desa bo'ladi. Sizlarga proyekt bu, tayyor, ha? Tayyor proyekt. Masalan, mana bu yerdan bu yog'iga 2,5 sotik. Oshuna bo'lyapti hozir 2,5 sotik. Demak, tevasiga salkam 3000 ta o't sig'adigan joy qilsa bo'lar ekan. 2,5 sotikka 50 ta novvosga 3000 ta pris sig'adigan joy qilsa bo'lar ekan. Tayyor proyektda mana. To'g'ri. Mashallah, zo'r. Qo'yxonani ham mana pastga tushdik, qo'yxonaga keltiribsiz. Buni qayta ko'rdingiz endi. Sizni kanalingizda ko'rdik aka. Siz bizni kanalda ko'rib turib, sizni kanalingizda ko'rib, mana shu oxirdan qildim. Men ham Qirg'izistonda, Qozog'istonda ko'rib turib chiqarganman-da. Shuni ko'rib qilindi-da, baquvvat qilib olmasiz. Yaxshi ham bo'ldi, endi bilmadim. Bitta zo'r tarafi bor ekan. Birov e'tibor bermaydigan tarafi bor ekan. Nima uchun-di?
Mana shunaqa qilib qo'ysa, pastida donga qush tushmas ekan bu setkadan pastiga. Bundanmi? Sizda qushlar hushyor ularga. Bu nima qopqon deb o'ylar ekanmi? Pastga tushib don yemas ekan. Yaxshi, yaxshi o'ylayapsiz. Shu narsa ham o'ylab qo'yish kerak ekan. Mana qo'ylarga joy qilindi. Bu qo'ylar to'g'risida ham ma'lumot berib o'tib keting endi. Albatta bu qo'yni bularni mana shu qo'yxona bilan boshlaganda proyektni ham ko'rsataman videoda. Mana shu molxona bilan qo'yxonani boshlaganimizda birinchi bo'lib sotib olganmiz buni. Buni bu qo'zi bular. Yo'q, bularni ona bola sotib olganman. Ha, ona bola sotib olgan. Ona bola sotib olganman. 4 ta ona bolasi bilan sotib olib, onalari go'shtga ketgan. Go'shtga ketdi. Go'shtga ketdi, bolalari mana foydaga qolib, bolalari ham hozir yaqinda ona bo'ladi. 1 yilda. 1 yil, 11 oyda. 11 oyda. 11 oyda. Buni ona bola olgansiz, bolalari enalarini go'shtga sotib yubordingiz. Go'shtga sotib yubordimi? Bular bekorga qoldi. Bular bekorga qoldi, yana hozir bo'g'osida xohlasa. Yana bo'g'os. Ha, bittasi shu mana shu ola bolasi tushib qoldi, echki suzib olgan ekan. Bolasi bir 10 kuncha bo'ldi shu anaqa. Echki suzadi ama. Ha, echki suzib. Mana O'shanga boylab qo'ydik. Juda ham zo'r nimada oxir. Qarang, mana bemalol tashab ketaverasiz, titib yeyishaveradi bular. Bular o'zlari drabilka qilishib oladi. Xudo xolasa endi drabilka ham, granula ham mashlarga qilib berasiz. Xudo xolasa. Endi sizga tavsiya qilaman, naslli qo'y bilan shug'ullaning deb. Xudo xolasa. Bu yerda aytyapmanki, sharoit zo'r. Demak, endi siz naslli qo'y bilan olib bir shug'ullansangiz, bu yerda rivojlantirsangiz bo'ladi. Xudo xolasa. Yangi yo'lda ahil jamoati bor-ku mana. Albatta, ukalarimiz, o'zimiz ukalarimiz. Shulardan bir menimcha men ulardan juda ko'pidan yoshman. Endi Oybek akam, Baxtiyor akam, yana bir ikkita akalarimiz taniymiz. Ilhomjon. Shu Ilhomjon akam, Sherzakam aytgancha o'zi reysdan chiqdi. Keyin yana bir ikkita akalar ahil jamoatini, otlarni eslolmayman, lekin bor. Uka, sizga maslahatim, arashan qo'y olishda erinmasdan 5 ta 10 ta qo'raga boring. Xudo xolasa. Kimi qaysi yutuqdaligi, qaysi yo'ldaligini biling. Keyin olishni boshlang, seleksionerlardan olishni boshlang. Shunaqa jamoatlarga qo'shiling. Qo'shilib turib, masalan, sekin so'rab, undan bitta, bundan bitta qilib, shunaqa qilib ko'paytirib olganingiz ma'qul. Seleksiya bilan shug'ullanayotgan aka-ukalarning etagini ushayin demoqchiman. Yo'q, albatta, albatta aka. Mana birinchisi siz, men ustozimsiz aka. Ha, iloyim. Xudo xolasa mana qarang. Tashqarida ham mana joy bor. Bemalol. Bu ne so'tiydi hozir shu joy? 18 plus 20 ga yaqinda. Bedana baqsa ham. Quyon boqsa ham. Tuya bittasiga. Tuya. Qo'y, xudo xolasa, sigir, buqa. Buqa. Fermani tayyor ferma ekanda 18. Tayyor ferma. Hamma yo'q. Baliqqa ham joyim bor. Baliqqa bu o'rtaga. Hozir mana shu o'rtaga proyektimiz bo'yicha endi o'zim ruchnoy qo'lda chizgan edim buni. Hozir kompyuter mutaxassislariga berib boshqatdan dizayn qildirdim. Bu yerga 2,5 ga 3 metrli hovuzdan 4 ta tushadi. 4 ta tushadi. 4 ta tushadi. Bunaqasiga yana bu yerda joy bor. 1 metr koridor qoladi. Yana 2,5 ga xuddi shunaqa bu yerga ham 4 ta tushadi. 4 ta basseyn tushsa, bu 4 ta basseynni bir-biridan filtr qilib, suv sirkulyatsiyasini qilib chiqiladi. Suv sirkulyatsiyasini qilib, shu yerda bu ham gidroponika anaqasida boqiladi. Shu ham chet elda bormi shunaqa vaqtgalar? Birinchi bo'lib chetdan chiqqan. Chetdan boshlangan. Основной buni Yevropa juda ham ko'proq shug'ullanadi. Bunaqa anaqa basseynda boqishda. Basseynda boqishda. Bitta ham rivojlantirasiz. Endi xudo xolasa boshlanishi endi mini agroklaster qildik. Xudo xolasa boshlanishi bu yerda o'tkazib, keyin katta fermada xudo xolasa qolganda davom ettiramiz. Ana, endi lekin otga, tuyaga joy bor. Ha, tuyaga joy bor. Ay maşallah, ana. Ana. Bitta hozir o'rdaklarimiz aka, yana bir narsa, chorvada baraka bor aka. Mana shu o'rdaklarni olganimda 40 tadan oshiq bola 2 marta tuxumga o'tirdi. Mana shularni so'yib, yeb, boshqa narsa qilganimizda mana shular qoldi. Qoldi-da, so'yib. Qoldi. Qanchasini yeb, boshqa qilib qilganmiz. Mana haligacha bor. Orqada zovur bor ekan, nashaqdan quvib kelishdi-yu, ertamata. Yashang. Orqada katta suv bor. O'sha suvni endi hovliga ham aylantirib o'tganmiz. Nimagaki baliq yo'nalishda, chorvachilik bilan shug'ullanganimizda aholiga ham zarar yetmasin deb, suv havo sirkulyatsiyasi yaxshi bo'lish uchun hovlimizga suv kirib, bunaqasi aylanib keyin chiqib ketadi. Zo'r. Ot albatta bor. Otingiz ham bor ekan. Ha, bu ham otam
o'sha qo'ylar bilan почти baravar olingan. Ha, olingan. Ha. Endi boshlanishida endi. Ana. Oxirlarimiz bu. Ashlab bo'ladimi Ha. buni? Otda oxiri. O'sha Amerikada shunaqa juda ham populyarniy oxiri bu. Yo'g'i? Ha. Shu yerda ko'rgansiz. Shu yerda ko'rganmiz, niyat qilganmiz, mana Xudoga shukr. Ko'rsatingchi Qildik. biz ashuni. Biz ham qarang. Ha. Ochsiz endi bemalol. Ochsam, Ha, ichiga kirib yurmas ekan-sizda. ichiga kirib yurilmaydi. Shu zo'r-ku. bemalol ot xalaqit ham qilmaydi. Ha. Bemalol hamma o'tni tashlab, Ha. ichini tozalab, Ha. yana joyiga olib qo'yishlik Yo'q, bo'ladi. qo'yil. Batdan kirib chiqaveradi ot. O'tdan kirib chiqaveradi. Bu tomonichi. Bu tomonida qashayli uchun qilingan. Ha, pris qo'yib qo'yiladi. Qo'yib qo'yasiz, Ha. butunligicha solasiz. Ha. Bo'l shu yerdan o'zi tortib yaveradi. Ana ideya. Yevropada ko'rgansiz shuni. Ha, bu Yevropa aslida Amerikada endi shu yo'nalishda boqishadi. Ha. Ot o'zi qanaqadir tortib yesa, effekti yaxshiroq bo'ladi deyishgani uchun shu anaqani qo'lladik, texnikani. Zo'r oldu. Rahmat. Tomonichi endi. Bu ham xuddi shunaqa yoqqa o'xshagan zagon. Ha. Endi bu narsa bu yoqqa chiqiladi, bu olmaxonni qapasini ustuniki. Ha, olmaxon ham. Ha, u endi qapasi bor, endi zakaz qilib qo'yganman, kelib qoladi xudo xohlasa. Ha. Bu yerda shu 20 ta atrofida 25 ta endi sig'masa kerak-ku, 20 ta buqa uchun, novos uchun joy qilingan. Endi Ochiq zagon. endi men sizga Qobiljon bitta bir nima aytib o'tib ketaman endi. albatta. Qarashan qo'y qiling deyapman. Aha. Bu yerga sutli echki qiling. Sutli echki. Sutli echki. Nimaga desangiz echkini suti juda ham shifobaxshda. Siz hozir qayta ishlab chiqarishingiz bor ekanda. To'g'ri. Bir ashini ham bir o'ylab ko'ring. Xudo xohlasa, yo mayli, qani bir o'ylab Echkiga ko'ramiz. sutli. Nimaga siz Yevropada mana 5 litrgacha sut beryapti echkilar, Albatta, to'g'rimi? albatta. O'shanaqani bir o'ylab ko'rasiz buni ham. Xudo xohlasa. Sut yo'nalishi baribir yaxshi-da. Shu shabadani ham juda ham shabada joy ekanda betlar ha. Qushlaringiz ham bor mana. Qoyil. Siz hamma yoqqa qiziqar ekansiz-da. Endi baribir Buni nima deydi? Sava deydimi buni? bulbul. Bulbulmi bu? Bulbul. Yo'q. Hı. Bulbul shu-di. Mhm. Sayraydimi xir? Ha, sayriydi. Ya qoyil. Bu tomonchi endi. Bu yerda hozir Quyon, qayta ishlab chiqarishimiz bo'lgani uchun bu yerda 9 ta ona quyonlarga joy qilingan. 9 ta endi Kaliforniya boqish mo'ljallab turibmiz. 8 ta 9 ta berganda ham har Quyon. bittasi 80 ta 90 ta 30 kun 40 kunda quyon chiqib turadi. Zo'r ekan. Bolalari bu yerda endi ortiqchasini boquramiz va quyon go'shtini shu kasal bolalarga qaytadan ishlab chiqarib, yosh bolalarga ham Shifobaxsh. shifobaxsh, tabobatga ham foydali, tabobatda ham ko'rsatilgan foydali. Shuning uchun qayta ishlab chiqarishga buni ham tefteli bilan anaqasini kokletini qo'shmoqchimiz bor. Ko'rsatib o'tamiz, ishlab chiqarayotganingizni ham. Xudo xohlasa. Zo'r. Qobiljon yuraverinchi endi bu yoqlaringizni ham ko'rsating. Men mana shu yerda bitta narsaga ko'zim tushyapti mana. Etik. Bu qanday etik bu? Bu Amerikadan olib kelganman o'zim. Xudo xohlasa ferma qursam, обязательно kiyaman shuni. Bu yoq kiydim ham ancha. Juda joni baquvvat ekan. Men fermani shu etik bitirdi. Почти shu etik bitirdi. Demak, Amerikadagi fermerlar shuni kiyib yuradi. Albatta, shuni kiyib yurishadi. Ashuncha ixcham, suv o'tkazmaydi, tegi ham baquvvat, oyog'ingiz og'rimaydi. Ozgina endi buni og'irrog'i bor, lekin men yengilrog'ini olganman. Bu hozir oddiy kalishchi og'irligida. Shu qarang, mana shu fermani qurib, maza qilyapsizmi? Albatta. Ko'ylingizga. Otamning eng keragi otamning orzulari. Bu yoqda biznes ham bo'lyapti baribir, Amerikada. Ha, boshida biznes ham. Ha, bo'lyapti. Etam bo'lyapti, lekin kelib dam olib ketasiz xullas. Endi xudo xolasa bu yerda dam olib ketishmas, Zohidjon aka. Baribir shuncha chetda yashadik, chet el tajribasini ko'rdik. O'zim go'da shunaqangi vaziyatlarga duch kelardimki, boshida o'zim trakka o'zim haydaganman. Shunaqa paytlar kelar, katta yo'lda o'tda shoseda ketsangiz, katta yo'lda 10 taraf chap tomon juda ham chiroyli fermalar keladi. Hattoki yo'lni chetiga qo'yib turib mashinani peshkom kirib so'rab chiqqan joylarim bo'lgan. Nima qilasan? Qanaqa deb o'tda ham juda ham mehmondo'st, insonlari juda yaxshi. Gaplashsangiz общительный. Shulardan o'rganib, o'tda niyat qilib, Xudoga shukr, mana shu darajagacha yetkazib oldik. Yetkazib keldingiz. Endi
ozgina emas, ancha chalishlarimiz bor. sekin sekinda Sekin-sekin, hali sharoit Xudo bor xohlasa. ekan-ku. Endi bu sharoitlarni qanaqa qilib qo'ydingiz bu yoqqa? Marhamat. Voy qoyil, mashalloh. Bismillah. Akvaringni qarang, baliqlargacha qiziqar ekansiz. Ha, bet tahoratxona, Sanuzel. 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 Bu yoq oshxona. Bu yoq oshxona. Qoyil. Hammamizga niyatimiz yetib o'sha lapalarni keltiribsiz-ku. Endi bu ham shu anaqa davomi. Amerikadan kelgan. Ha, Amerikadan kelgan. Qoyil. Bittasi meniki, bittasi odamlarniki. Yo'q. Ha. Hoji tog'a ham kelib dam olib Hoji ketadi. tog'a o'zi boshida bo'ldilar. Shu Hoji tog'ani duolarini olaylik deb shunaqa biznes qildik. To'ppa-to'g'ri. Shularni duosini olish kerak. Ko'rib turib maza qiladi-da bu yerlarni. Ko'rdingizmi mana sharoitda? Qoyil. Juda ham zo'r. Akvaringlar bor. Bag'da tahoratxona bor. Mana shu yerda biznes rejali planlar qilinadi. Xudo xolasa. Ha? Joylar, Sharoit ofislar. qo'ydik. Zo'r. Hamma niyat qildi, qarab turing. Kuzatib turayotgan xohlasa. akalar. Kim niyat qilgan bo'lsa niyatiga Niyatiga yetsin. yetsin. Biz ham sizni videolaringizni ko'rib yurganda niyat qilardik. Niyat Xudo qilamiz. xolasa shunaqa fermalar qurib, o'zimizni hissamizni xalqimizga qo'shib, tadbirkorlik bilan shu yerda ham shug'ullansa bo'ladi. Bo'ladi. Sharoit zo'r. Sharoit zo'r. Xudo xolasa o'zga yurtda anaqa qilgandan shu yerda ham o'zimizda ham chiroyli chorvachilik bilan shug'ullanib, tadbirkorlikni qo'shib juda ham yaxshi ishlar qilsa bo'ladi. Hozirgi shart-sharoitda juda ham yaxshi. Zo'r. Men o'zim o'rganib chiqdim, ko'rdim. Masalan, menga ma'qul edi. Kimga qanaqa? Hozir siz chet elda yurgan tajribani bu yoqqa olib keldingiz hozir. Hozir men eng qizig'i go'shtlardan, tabiiy go'shtlardan haligi shifobaxsh nimalarni qilyapmiz deyapsiz-ku. Ko'rsatamiz ularni ham Ko'rsatamiz, albatta ko'rsatamiz. Tadbirkorlik qilgandan keyin o'zingiz yetishtirgan mahsulotni qayta ishlasangiz yana ham daromad ko'p bo'ladi. Albatta, albatta. Shuning uchun men ko'rsatib o'tsangiz endi. Xo'p, bunimiz xudo xolasa mana ekzemplarlarni qildik. Birinchi namunalarimiz. Namunalari bular. Ha. Xo'p, bu quyon go'shtidan Ochinchi. Quyonda nimasi bor ekan, ha, shaklida qilingan bolalar uchun quyon go'shti. koklet. Kotlet. Kotlet. Quyon go'shtidan. Tayyor yarim mahsulot. Shuni olib onalarga chiroyligini qilib, ikkita, uchta dona free bilan qilib bersa ham bolalar maza qilib qiziqishga ham foydali ekan. O'zingiz quyon go'shtini yetishtirib ham ishlab chiqarmoqchisiz. Ishlab chiqaramiz. Mashalloh. Xolos. Qani bir boshdan. Xo'p, bunisi baliqniki. Baliqni ham olib anaqasini qilib ko'rdik. Bunisi baliq ekan. Kotlet. Koklet. Tayyor, yarim mahsulot. Zo'r. Bunimiz teftel. Bittasi baliq, bittasi quyon. Bittasi baliq, bittasi quyon. Shunday qilib tayyor qilib supermarketlarda sotuvga qo'ymoqchisiz. Supermarketlarda xudo xolasa mana shu xalqimizga. Bunisi baliqniki, bu ham teftel. Teftel. Bu qatiq, qaymoq. Endi hozir anaqasini yana smetana bilan tvorog masalasida hozir uyda ishlayapmiz uni. Xo'p, ustida bu bedana. Bedanani muzlangan, tayyor. Bedanani muzlagani. Bu o'zimiz mana shu ishlab chiqarish qilib, hech qanaqa qo'shimcha ximikatlarsiz, hech qanaqa qo'shimcha anaqalarsiz, gluten free qilib, yosh bolalar ham, kattalar ham, qari yosh bemalol yeyoladigan toza, halol, mesniy, o'zimizning mesniy go'shtimizdan ishlab chiqarilgan kolbasa mahsulotlari. Bunisi mana o'zlaringiz tayyorlayapsiz. O'zimiz tayyorladik hozir. Xudo xolasa endi mana faoliyatni boshlab bu ham ishga tushirmoqchimiz. Bir xil go'sht endi hozir. Bu sardelka. Buni kaptilniyda qilsa, xudo xolasa kapchonli bo'ladi. Kapchonli bo'ladi. Bunga hali yana ko'p anaqalar qo'shiladi. Hozir bizda ozgina texnikasini ustida ishlab boryapmiz. Xudo xolasa bir 100 tadan oshiq mahsulot bo'ladi. 100 tadan oshiq mahsulot bo'ladi. Shu mahsulot mana shu fermani o'zida ishlab chiqariladi. 20 sotuv joyda shuni qilamiz. 20 sotuv joyda qilamiz, xudo xolasa. Maşallah. Faqat sosiska hamma yo'q bor. Qulpinoylar mana qurut. Qurtimizni boshqacha shakllari ham bor hali. Endi to'xtang. Eng qizig'i fermaning nomi nima? Casablanca. Casablanca. Bularga endi uspet qilmadik yopishtirishga hali. Casablanca deb qarangda, siz orzuyingizga yetdingizda, ash paytda aytib yurardingiz-da, harakatchanligingizni bilgandim-da men. Qarang, aka qilaman, qarab turasiz. 10 yil o'tdi. Qarang, 10 yillik aka ukamizda telefonda gaplashtiramiz. Faqat telefonda gaplashardik. Bugun ko'rishdikda endi mana. Alhamdulillah. Qarang, niyatingizga yetib turib,
mana Casablancada oilaviy tadbirkorlik qurib, mana shularni O'zbekistonda yetishtirib chiqarasiz. Men qiziqayotganim, mana unga qiziqdim men, lekin Xudo xolasa bu juda ham bolalarga ham foydali-da. foydali. Quyon go'shti o'zi bilasiz, juda ham foydali. Tem bo'li bolalar, yosh kattalar tanlamaydi, deytadigan odamlarga. Endi demak sizga bir hozir o'zingiz yetishtirib chiqargani yana bir 100 gektar yer bo'lsa, qaniydi agar bo'lsa jondirdim. O'zim bedana preslarni boshqalarni bug'doylarni ko'chadan sotib olib yetishtirib gidroponika qilib keyin mana anaqa ozuqani tan narxini tushiryapmiz. Agar o'zimizda yer bo'lganda joni tanim aka texnikalar bilan mazaq ishlardim. Sekin-sekin Alloh yetkazadi. Xudo xohlasa. Maşallah. Zo'r. Endi gidroponikani ko'rsatib o'tamiz. Albatta. O'tamiz shuni. Ketdik aka. Ishlaringizga rivoj, barakasini bersin. Xudo xolasa Casablanca degan nimalarni yopishtiring, kalbasalardan boshqalardan o'zingiz olasiz. Hammasi Xudo xolasa. Mana bundan ham bolalarga juda ham kerakli narsa. Xudo xolasa aka. Bulbullar sayrashini qarang, endi bular qushlardi. Bular navbat ekan. Sahar tongga yaqin bedana sayraydi. Keyin bular mana quyosh chiqqanda bedana bulbullar boshlar ekanda. Kanareykalar. Juda ham zo'r. Bu adam kokillar bilan kanareykalarga juda ham qiziqadilar. Ha, qiziqadi. Hojidan. Hojida qiziqadilar shunga. O'zlari bilan borib maxsus olganmiz. Buni rejimiga qattiq qaraymiz. Chunki javobi bor bularni. To'ppa-to'g'ri. Anaqalarga bo'lmasa ham bularga bor. To'g'ri. Issiqligini qarang bu yerda. O'sha telefonda boshqariladimi? Telefon yo'q, hozir mana telefonda boshqariladi bu. Bu gidroponika. Ha, Wi-Fi-lar qo'yib qo'yganman. Wi-Fi qo'yganman, datchiklarni qo'yganman. O'zini datchiklari bor. O'zi o'chirib, o'zi yonadi, o'zini rejimi bor. U qarang. Mana. Chiqarib telefonda boshqaramiz. Mana hozir masalan svet o'chiramiz mana. O'zini vaqti bor. Suvni ham xuddi shunaqa yo'nalishda o'rnatib qo'yganmiz. Mana bu suvga ham, konditsionerga ham multika turadi bu. Texnologiya nima bo'lyapti? Texnologiya. Demak, shaharda o'tirib ham bu gidroponikaga vaqtida suvni berib o'tiraver ekansiz. Bemalol. Buni даже telefonda boshqarmasdan ham, ya'ni schedule bitta vaqtga qo'yib qo'ysangiz, masalan, ertalab 7 da 1 minut sepadi, 10 da 1 da 4 da mana shunaqa qilib 7 da qilib turib, 7 dan kechqurun ertalab 7 gacha svet o'chib turib, ertalab avtomatik o'zi yonadi. Uyda o'tirib, domda kameralar ulayapsiz. Ha, 27 ta kamera ulaganmiz. 27 ta kamera. Ha, telefonda ishni bajarib o'tiraver ekansiz. Gidroponikani sug'arib. Shunaqa aka. Qoyil. Hayot rivojlanib ketyaptimi yo men orqada qolib ketyapmanmi? Qoyil, malades. Xohlasangiz mana o'chirasiz. O'chadi. Suvlari mana mana shu yerda temperaturasigacha, namlik darajasigacha, keyin o'zini mana bunaqa anaqalari bor, programmasi bor mana. Schedule-larida mana ertalab 7 da har kuni yonadi, kechqurun 7 dan 1 minut o'tganda o'chadi avtomatik sistema. Keyin unda juda ko'p funksiyasi bor. Hattoki ortiqcha tok kelsa ham over voltage deb, ya'ni sanda ortiqcha tok kelyapti, bu aqlli sistema hammasini ko'rsatadi. O'zi Amerikada ko'rib olib kelib qildirdi. Olib kelib, mana shu yerda o'zimizda ham topdim. O'zimizda dillerlari bor ekan, shu anaqalarni qo'yib beribdi. Xudo shukr, rivojlanib ketdi. Mana hozir endi suvsini mana shlankalarni o'rnatib olsa, suv ham avtomatik xuddi mana mana qora datchik boshqarib o'chiradi. Mana kichkina mana mana shu. Bu ishchi deng bitta. Ha, bu ikkita ishchini vazifasini bajaradi. Voy qoyil, lekin shunday telefonda boshqarib gidroponikani rivojlantirsa bo'laverar ekan. Mashalloh, malades. Hali niyat qiluvdingiz-ku, mana niyatingizga yetib aytib o'tardingiz, aka, vatan sog'inchi qattiq bo'ladi bu yerlarda deb. Vatan sog'inchi shunaqangi qiynirdi aka. Goda shu mushukchani sayrashini ham odam sog'inardi. Mana Xudoga shukr, niyatimiz xolis ekan. Hattoki mana shu navesni bitirganimizda ham mushukching qurdi, shuni ustalaga ham buzdirmadim. Xudo xolasa buzdirmayman, buni sayrashi baribir odamga qaldirg'ochni uyalari, bular sayrashi baribir bizga yoshlikni, o'zimizda ona vatanni eslatadi. Bu betdagi
nima deydi, atmosferani men bilib his qilib maza qilyapman-da. Bulbullarni qarang, pedanalarni. Endi ishqibozchilik. Hozir endi masalan Amerikada ham tadbirkorligingiz ketyapti. Ketyapti, xudo shukr. Ketyapti. Lekin bu yerda ham hozir salkam nechta kishi ishchi o'rin yaraladi Bu hozir? yerda eng kamida xudo xolisa 20 ta. Ishchi o'rin yaraladi. 20 ta ishchi o'rin yaratiladi. Demak, siz Amerikada turib bo'lsa ham bu yerda telefonda boshqarib tadbirkorlikni rivojlantiraverasiz. Ha, telefonda boshqarib, xudo xolisa. Endi o'zimiz sizlarni bolalarga o'rgatib, xudo xolisa qo'ldan kelgancha bo'layotgan ishlarni yoritib boramiz. Yoritib boramiz. Men sizga ham kattakon rahmat aka. Hozir Instagram sahifangiz ham bor-a? Bor. Bor, uni ham atmetka qilib o'taman. A'zo bo'lishib oladi. Siz mana shu tadbirkorlikni nimasi bo'ladi, bu yerda qilinayotgan ishlarni yoritib o'tasiz. Xudo xolisa, qo'ldan kelgancha sizni podpischalaringizga ham kam kostlari, nima bilan bu anaqa qilinadi, gidroponika va boshqa ma'lumotlar to'g'risida ham men ham ulashib o'zimdan opitimdan kelib chiqqan anaqalarni sizni podpischalaringizga ulashamiz. Yoritasiz. Yoritib boramiz. Yoritiladi. Hammamizga nasib qilsa shunaqa ferma qurish. Rahmat Qobiljon, juda ham xursand bo'ldik. Avvalambor to'g'risida shunday niyat qilib shu nimalarga darajaga kelganingizga rahmat sizga. Rahmat Zohidjon. Mashalloh, Alloh barakasini bersin, keltiramiz. Hammalarga nasib qilsin. Kim niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Rahmat.